Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan HIK 809 modeli haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hozir biz sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu modelimizning korobkasining ichidan hop qurilmamizning o'zining maxsus chiroqlari chiqadi. Zaratchiki o'zining qo'llanmasi chiqadi. Hop, bu modelimiz juda ham oddiy sodda ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Bitta knopka bilan yoqiladi va ikki xil rejimga o'tadi bu. Hop, bezuk, zuk. Hop, modelimizni yoqib olganimizdan keyin juda ham katta to'lqinga emas, o'rtacha to'lqinda, mana bu yashil bilan belgilab qo'yilgan. O'sha to'lqinda sho'sanglar bo'ladi. O'ng tarafga o'tkazsanglar zuk rejim, chap tarafda bezuk rejimda ishlaydi. Hop, Wi-Fi ga, magnitli GPS, magnitli prostushkalarga ishlaydi. Bu detektorimiz to'liq zaryad bilan 2 soatdan 3 soatgacha ishlab beradi. To'liq zaryadga 1 soat davomida olinadi. Yon tomonidan zaryadlashingiz mumkin. Shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun like bosib, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.